Tayson o'zidan ketib qopti-yu. Musa yangi yil bilan kelayotgan. Chumollar. Bugun ijtimoiy tarmoqlarda Jasur Jo'rayevning yangi yil tabrigi katta muhokamaga sabab bo'lib kelmoqda. Mana endi eshitdinglar. Sizlarga nima deyapti? Zo'rmusa aka, yaxshi rahmat bo'ladi. Cho'tga zo'r. O'zdan zo'rmusa yangi yil bilan kelayotgan. Chumollar. Ayrim foydalanuvchilar bu holatni keskin tanqid ostiga oldi. Tayson tog'aning kommentariyasini o'qishingiz mumkin. Yangi yil bu aytilmagan qo'shiqlar. Biz kutgandek bu yil bo'lishini. Yangi yil bu aytilmagan eski qo'shiqlar. Yana o'sha ertaklar bilan aldanamiz. Yangi yil bilan tabriklayman Chumobatcha. Yangi yiling bilan tabriklayman Chumobatcha. Bayraming muborak bo'lsin. Kut. Juda ham salbiy fikrlar bildirishmoqda. O'ylaymanki, ushbu fikrni albatta negativlarga aytilgan bo'lishi kerak. Juda ham ko'p videolar albatta kesib tashlangan. Aynan kesilgan holatini tarqatish bu yaxshi emas. Qadrli do'stlar, videoni ko'ring va albatta o'z izohingizni kommentariyaga yozib qoldirishni aslo unutmang. Albatta Tayson barcha muxlislarni hurmat qiladi. Tayson o'zidan ketib qopti-yu. Musa yangi yil bilan kelayotgan. Chumollar. Kelayotgan yangi yillang bilan chumobachalar. Shu odamlarga kecha sen yalinib yuruvding. Kambag'allar ham poddershka qilinglar, biz ham ko'tarilaylik deb. O'sha xalq seni ko'tardi, poddershka berdi. Endi qorning to'yib chumo bo'lding ular. Shu odamlar like bosdi, podpiska bosdi senga, tanilding, mana pul ishlayotsan, reklama berishyapsanga. Endi ular chumo bo'ldimi? Kunda ular chumo emasdi-yu, nomerading odamlar edi oldin. Eshik semirsa, egasini tepadi. Qorning to'yib qoldimi Tayson? Senga hech qachon men negativ bo'lmaganman, pastani poddershka qilganman seni. Lekin bu gapirgan gaping noto'g'ri. Kecha kuni switchni o'chirganlarda 3 ta harf bilan o'pganda qamalsin desam, meni yomon ko'rdilar-ku. Mana endi eshitdinglar. Sizlarga nima deyapti? Ha, sizlarga. Zo'rmusa yangi yil bilan kelayotgan. Chumollar. Kelayotgan yangi yillang bilan chumobachalar. Yangi yillang bilan. Kut. Mana shu potinka kremlarni, mana shu masxaravozlarni o'zlaring yaratdilar. Eshik semirsa egasini tepadi degan gap bejizga emas. Mana nima qilyapti? Ha? Xalqim deydi, Instagramni ko'tarilmaguncha qo'liga cho'ntagiga jicha pul kirib, qorni ishib qolgandan keyin, mashina olgandan keyin mana xalqini nima bilan ayblayapti? Endi 3 ta harf sizlar bo'ldilarmi? Kommentariyaga yozib qo'yinglar. Bu it qamalsinmi, ketsinmi bu potinka krem? Onasini ham sen bilan. Har xil dalbayiblar to'g'ilib qolyapti suv ichgan paytda. Yoqinglar onasini ham sen. Ana shu suvni o'chirishlarning oqibatida har xil dalbayiblar to'g'ilib qolyapti onasini ham sen bilan. Yigitning ismi Firdavs bo'ladi. Qiz Kamaschining qizi bo'ladi. Firdavs ko't bo'ladi, noskash bo'ladi. Kamaschining qizi boyvachcha bo'ladi. Shu bilan Firdavs Kamaschining qizini yaxshi ko'rib qoladi. Kamaschining qizi bayda 06 bitta jugili sotadigan ustaning qizi yigit bolasi bo'ladi. O'shanga tegib ketadi. Shu bilan Firdavs ko't bo'lib ichkariga berilib, kapga berilib ketadi. Ana Firdavsning hayoti ayni Robinson Kruzoning hayotiga o'xshab ketadi.